Paynet xolis buxgalteriya ishlarini o'zi qilmoqchimi? Soliqlarimizni ham o'zi to'lamoqchimi? Keling birgalikda ko'rib chiqamiz, qanday bo'lar ekan. Men moliya, buxgalteriya bo'yicha ekspertman do'stlar. Paynet xolis bilan hech qanday aloqam yo'q, reklama oldi bu yerda yo'q do'stlar. Xo'p, keling ko'rib chiqamiz. Aynan ommaviy oferta bor, YTT va o'zini-o'zi band qilganlar uchun qo'limda, sizlarga ham tashlab qo'yaman buni. Shuni 3-5-bandinda bor. Aynan Paynet o'z saytidan olingan, rasmiy saytidan olingan. 3-5-bandinda Paynet soliq, buxgalteriya yoki yuridik maslahatchi hisoblanmaydi va mijozning xo'jalik faoliyati oqibatlari uchun javobgar bo'lmaydi degan bandi bor. Bundan ko'rinib turibdiki do'stlar, ertaga sizda ortiqcha soliqlar chiqadigan bo'lsa, Paynet javob bermaydi. Siz aytishingiz mumkin, Paynet bizdan olib qolib o'zi to'layman degandik-ku, endi nima bo'ladi, to'lamagan bo'lib chiqyapti-ku degan gaplar o'tmaydi do'stlar. Chunki bu yerda aytayapti, men javob bermayman agar senda ortiqcha soliq chiqsa degan ma'noda bo'lyapti. Shuning uchun e'tiborli bo'lamiz do'stlar. Har narsani ham tekshirib borishimiz kerak. Masalan, siz 1% ni to'layapsizmi? Shuni tekshirib boring. Aniqlashtirib borishingiz kerak bo'ladi. O'sha Paynet xolis bilan gaplashasizmi xodimlari bilan yoki soliq qo'mitasiga chiqasizmi yoki soliq inspeksiyangizga chiqasizmi? Har doim nazorat ostida qilib boring do'stlar. Shunaqa ma'lumotlar sizga qiziqmi? Menga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha rahmat.